Do'stlar, qo'shnilar shlaka blokdan uyni ko'targan, hali hech narsa qilmagan. Bu qo'shni somon suv oqqan ekan, do'stlar, issiq bo'ladi degan ekan. Bu qo'shniga keladigan bo'lsak, do'stlar, bu qo'shni travertin qildirgan 5-6 yil oldingi eng trend tegisi bo'lgan. Bunisi do'stlar 3 yil oldindagi eng trend tegisi bo'lgan. 2026-yilda nima qilingan deydiganlarga do'stlar, mana bu qo'shni do'stlar pastlarini do'stlar qaranglar, Angola Black qilibdi, tevasini do'stlar travertin qilibdi ekan. Endi qaranglar do'stlar, Qo'qonli ustalar Andijonda do'stlar paxta botiga qilib berishgan. Do'stlar, ashaqdan mashaqqa kelib, chiroyli holatda qilingan. Endi bu nech puldan bitgan? Xloy travertin bor do'stlar bunda, Xloy polirovka bor, Xloy do'stlar devasdan jemchug qilgan. Sababi yaltillab kech payt ham chiroyli vid berishlik uchun. Projektorda bitta yoqingda yaltillashiga bitta baho berasiz. Ko'ryapsiz, qanaqa yaltillab ketyapti do'stlar. Xuddi mana shu holatda ertalab quyoshning nurida yana ham ochilib ketadi. Vodostoyki ekan, 10 yil garantiya berishar ekan do'stlar. Qanaqa devor bo'lish kerak desak, tekis do'stlar, suvoq bo'ladigan devor bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa ustidan bemalol qilsa bo'laveradi do'stlar bu narsani. Endi qaranglar, buni tiyagalari nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, agar uyingiz ichida eshiromingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, tiyaga eshiromni atrofiga hisoblanmaydi, lekin tashqariga qilingan ramkalarga hisoblanar ekan. Lekin mana shu eshiromni oldilarini bepulga do'stlar ustalar o'zidan bonus qilib berishdi ekan. Necha kunda bitadi deydiganlarga do'stlar, mana shu xonadonimiz adashmasam 100 kvadratdan oshiq joy. Tunuka fonni ham oq qilishganligi uchun fasadni ham oq qilib, padbor qilib, chiroyli holatda qilishdi ekan. 10 yil garantiyasini beribdi do'stlar, bunga vodostoyki bo'ladi. Loy suv bolalar qo'lida surkab ketadigan bo'lsa, yuvsiz ketaveradigan bo'ladi. Fasadga keladigan bo'lsa, do'stlar, kartamira fasadda bo'lgan. Mana bundaqa trafaretlarda bepulga, oldin pulga qilingan bo'lsa, hozir bepulga do'stlar shunday o'zlari addoshi qilib berishyapti ekan. Faqat pulini sanab bersangiz bo'ldi ekan. Qatgacha xizmat ko'rsatasizlar deb so'radik do'stlar. Bular 100 ming so'm evaziga hamma rasxoti ichida, travertini usti haqqisi, kelishi, tortishi hamma yo'q ichida qilib, O'zbekistonda 12 ta viloyatiga bemalol ayting aka, xudo xolasa 12 ta viloyatga xizmatimizni ko'rsatamiz. Qildirgan odam maza qilib, xudo xolasa baraka topadi. Qilgan ishimga garantiya beraman. Pulini olganimdan keyin xudo xolasa chiroyli fasadini qilib berib chiqetaman deyapti. Bu joyga keladigan bo'lsa, do'stlar, ramka qilishgan, ichiga do'stlar g'isht ko'rinishda chizib berishgan. Freza qilib chizadigan bo'lsangiz, do'stlar, bilasizlar, 30 dollargacha ketadi, lekin bu kvadratda ichida ketgan do'stlar. Bu ham frezadan do'stlar qolishmaydigan qilib berishgan ekan. Lekin haqiqatda zo'r chiqibdi. Misol meni o'zimga yoqdi. Uyda oldini ham juda ochib turibdi ekan. Endi kech payt hamma aytadiki, quyoshda qanaqa ko'rinadi, kech paytki holatchi deydiganlarga kech payt ham ko'rib turganlaringda do'stlar, chiroyli holatda ko'rinaverar ekan. Video baziga nomer qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar inshaalloh. Sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar. O'zimiz necha kilometr hozir bo'lmadiganda 130 kilometr masofani bosib, xudo xolasa mana shu bitta faizli xonadonga yetib keldik. Nimaga sizlarga yetkazaylik? Shunaqa 100 ming so'mdan hamma rasxotini o'zidan qilib, usti haqqi xom ashyosi bilan qilib beradigan ustalar bor. Travertinni do'stlar sifatlisini ishlatishadi. Xudo xolasa 10 yil garantiya ham berishadi. Tevalariga mana jemchuklarni chiroyli qilib, yaltillatib qilib beradi do'stlar. Bileski ochadi, tiyagalarni bepul qilib berishadi. Shuning uchun hamma yo'lni sizlarga yetkazgan bo'ldik. Video pastdagi nomerga aloqa qilsangiz, inshaalloh chiroyli holatda qilib berishadi. Qisqa do'stlar, mazmunli bo'ldi degan umiddaman. Yana qaytaraman, Xloy travertin, Xloy do'stlar, polirovka qilishgan, chaqlab turib, uni ustidan jemchuk qilingan, do'stlar, fasad tayyor bo'lgan. Baho berib, like bosib, kommentariyada izoh qoldirib keting. Avvalo do'stlar, hammaga nasib qilsin, sog' bo'linglar. Bo'ldi.